Mana aka, hamma so'ragan narsalaringiz. Manda qancha bo'ldi aka? Sizlar hammasi bo'lib 320 ming bo'ldi. Aka, yonimda 150 ming bor ekan. O'zi yo'lda qolib ketgan edim. 170 mingni hali kechga ishlab tashlab ketsam bo'ladimi? Aka, noto'g'ri tushunmang, faqat qarzga bera olmayman-da. Aka, biron haqidan qo'rqaman. Bo'ldi aka, aniq tashlab ketasiz-a? Kechga tashlab ketaman aka. Ukajon, yaxshimisan? Savdolar yaxshimi? Alaykum assalom. Nima xizmat aka? Xizmat shuki, ukam mashinam suvda yuradi. Sovuq ham tushib qoldi. 5 kilo antifriz ber uka, imkoniyating bo'lsa, ishlab tashlab ketaman. Qarz munosabatni buzadi. O'tgan safar bitta noinsof qarzga narsa olib ketib, xal tashlab ketgan edi. Mayli, bilamanlarman. Qatga dastlabki qilish kerak aka? Bismillahirrohmanirrohim. Ukam aytgan do'kon shu bo'lsa kerak. Assalomu alaykum, xormeli. Keling, assalomu alaykum. Bundan 3 kun avval Qorachidan kelgan, bo'ylari pastgina bir inson sizdan qarz bo'lib ketgan ekan. O'sha pulni olib kelgani keldim. Ha, esladim aka. Kechga tashlab ketaman deb olib ketuvdi-da. Sizga kim bo'ladi-la o'zi? U inson meni ukam bo'ladi. Sizdan qarz bo'lib ketgan kuni yo'lda avtohalokatga uchrab oramizdan ketdilar. Bansaga borganimizda jon uzilmasdan oldin shu do'konda qarz borligini aytdilar. Shuni olib kelgan edim. Marakalar bilan bo'lib o'z vaqtida olib kela olmadim. Aka, bitta narsa so'rasam. Shu pulni olib kelmasangiz ham bo'lardi-yu, nima uchun olib keldingiz? Qarz qiyomatga qolmasin dedim-da. Sizga o'xshagan halol insonlar ko'paysin aka. Halol odam doimo qarzini uzadi va o'z so'zida turadi.